Sen nima meni ruxsatimsiz telefonimni titkilayapsan? Tekshirishga haqqim bor. Kim bilan yashayotganingizni bilishim kerak. Yo nima senga erlik hurmatim qolmadimi? Telegramingizni ochib bering. Nimadiriz bor deyman, yashiryapsiz. Sen na prinsip men bilan o'yin qilsam, gap yo'q. Men seni maqsadingni bilib olay, keyin ochib beraman. Sen hozir nimadir topib men bilan janjallashmoqchisan, to'g'rimi? Agar nimadir topsam, ajrashaman. Bo'ldi. Men senga o'z telefonini ochib beraman. Agar nimadir topa olmasang, ajrashamiz. Men u yoqda shaxsiy sirlarim, do'stlarim bilan gaplashgan gaplarim, ba'zi bir insonlarning menga qilgan omonatlari bor. Sen bilishing kerak bo'lmagan erkaklarga aloqador narsalar bor. Men kim bilan qanaqa gaplashaman, senga emas meni tekshirish. Senga hech kim bilan gaplashayotganim yo'q dedim. Lekin sen shunda ham menga ishonmasdan turib telefonimni titkilayapsan. Demak, bizning o'rtamizda hech qanaqa ishonch yo'q. Shuni bilib olginki, erkak zotiga hech qachon o'zinikini o'tkazadigan ayol yoqmaydi.